87. bab. Babur padişahının ahvalının ahiri ve işlerinin tügellemesi. Yuqorida padişahının ahvali qısqacha bayan qilinib, shunchavala xazineler ve mal-mülkler Babur padişahının qo'liga tushdiki, butkul olam ahli uningdan bahramand bo'ldi degan yerga kelgan edi. Uning tarixi haqida mundaq deyilgan. Rubai. Zahiriddin Muhammad Shoh Babur. Iskandar davlatu Behram savlat. Bedavlat karit fathi xatti hindi ki tarix amadash fatih bedavlat. Fatih bedavlat, fetih bedalat. Baxtlik ishg'oliyat degan so'zdagi harflarning abjad hisobidagi sonlari jamlanganda Hijriya 930-yili, milodiya 1524-yili kelib chiqadi. Zahiriddin Muhammad Shoh Babur, Iskandar davlatlik Behram Sölat, saodat bilan oldi hindi yurtdan uning tarixi keldi Fatih bedavlat. Bu ahvollar yuqorida bayon qilinib o'tildi. Pekir Hindistan'a kelgandan keyin saltanat ishlarining tashabbuskori va boshlamchisi bo'ldi. Bu ahvol keyinchalik zikr qilingusi. Babur podshoh Sultan Iskandar Afg'onning butkul tavallikini ilkiga oldi. Hindistonning rojasi Rana Sanga nechalak 100 ming lashkar bilan Babur podshohning ustiga necha qitim keldi. Har navbatlik urushda Babur podshoh uni mag'lub qildi. Shuningdan keyin yorliqlarning ustiga o'zini g'ozi, kurashchi deb yozdirdi. Uningdan keyin Chitur tarafga qarab yurish qildi. U yerda g'alabalik urushlarni va muvaffaqiyatli ishg'oliyatlarni qilib, Fatih Nusrat bilan yondi. Butkul Hindistonni ilkiga kirgizishning fikri va harakatini qilyotdi. Xuddi mundaq deyilganidek. Misra. In cümle tavat vafid suxan der ömrest. Sen ömrüngde nemini izlep tepişqa ulguralaydiganligingni aytqin. Tarixning Hijriya 937-yili. Hijriya 937-yili, milodiya 1530-yilga to'g'ri keladi. Bo'lgan edi. Babur podshohning sharafli mizojiga bir qancha xil kasal chaplashdi. Tiyiblar nurg'un davolab baqqan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmadi. Masnavi. Chun qaza az peshkah ruh namud. Ravg'ani bodam xushki mifuzud. Az tabibu tip nayabat yak shifa ilatu sifat hamidan az xuda. Kishiga qilsa qazogar oldini qurg'oq kelur yesa bodam yig'ini. Tib-tibibdan kalmiga hech bir shifa og'riqu saqliqni ham bergan xudo. Padişahның kesildən saqış ümid qılmağanlıqdan Humayun Mirzini Badaxshandan chaqirib elib kelgan edi. Bir kuni Humayun Mirzini oldiga chaqirib butkul amirlar, puhralar va mamlakatni uningga topshirdi. Jonni bo'lsa jahonning parvardigoriga topshirdi. Alloh uning hujjatlarini yo'q qilgay. Humayun Mirza otasi Babur podshohning o'rnida podshohlik taxtida o'tirdi. Muhammed Zaman İbni Beddu Zaman Mirza İbni Sultan Hüseyin Mirza u Babur podshohning mulozimatida bo'lib o'tadi va podshohga kuyug'laydi va shuningga o'xshagan bir qancha har yer va har taraflarda bo'lgunchilik, qarshilashish nog'irlarni chelib o'tadi. Humayun podshoh hammasini siliq va abjil tadbir bilan tinchlantirdi hamda Hindiston iqlimidan otisi ishg'ol qilolmagan mamlakatlarning hammasini ishg'ol qilib Gujaratga badi. Gujaratni mu oldi. Lekin bir tuqqanlarning ittifoqsizligi, amirlarning qarshi-qarshiliklari tufaylidan Gurajatni qo'yib yondi. Qolgan ahvollar pat fursatda zikr qilingusi. 88. bab. Sultan Saidxonning jazo yurishi qilish niyatida Tibetga lashkar tarqalganining bayoni. Hazrati Maxdumi Xojayi Nuran uning sirlari muqaddas bo'lgan. Hindistonga yurib ketgandan keyin Pekir Oqsudan keldim. Rashid Sultan mu kelgan edi. Rashid Sultan shu qishda ahli ayoli bilan ko'chinib Oqsuga ketdi. Shu yili bahor faslida xonning ko'nglida Tibetga lashkar tortish niyati kuchaydi. Bu vaqadan ilgari amirlar necha navbat berib Tibet hozirgi Shizang avtonom rayoni tavasi va atrofidagi Ladaxni o'z ichiga oldi. Muharrirdan ni chapqun qilib nurg'un o'lji g'animatlarni elib kelgan edi.
Lekin əmirlərinin bilimsizligi tüpəylidən Tibet əhli musulman buluş şərəfiga erişəlməy qalğan idi. Şu səbəbdən xanның көңлегидә Tibetga berib Allah yolda jazo yurish qilish orzusi bor edi. Bo'libmi xojalar, Allah ularning sirlarini muqaddas qilgay. Tariqatining silsilasiga kirgandan keyin xonning katta himmati doim shuningga sarf qilinishga boshladi. Xon pok va yuksak Tangrini yod etish va Tangri yo'lidagi har qanday ishlarni qilishga talabkor edi. Shu sababdan tarixning Hijriyat 938-yili, Hijriya 938-yili, milodiya 1532-yili 8-oyning 2-kuniga to'g'ri keladi. Xon jazo yurishi qilish uchun Tibetga yurish qildi. So'zning mo'rdi bu yerga kelganda Tibetning zimini, havosi, suyi va rasm qoidalarini bayon qilish zarur bo'ldi. Tibet shunday yerga o'rlashganki, ko'p sonki xaloyiqning oyog'i u yerga yetib baxmagan. Chunki Tibet yo'lining mushkullikda va qiyinlikda haddu poyoni yo'q. Tibet yo'llari butunlay egiz tog' va xatarlik dovonlar bo'lib, noyda so'g'uq. U yerda suv, chorvalarning yemaklikligi va o'tinlar noyda oz. Shu sababdan tarixchilarning qadimi yetmaganlikdan Mujmal Buldan. Bu kitob ismi Farscha 1-nusxada Majmuul Buldan, Farscha 2-nusxada Majmual Buldan deyilgan. Jami Yetinimay, Mulhaqati Surah qatorliq mo'tabar kitoblarda Tibet viloyati boshqa viloyatlarga o'xshash ro'shan va tafsiliy bayon qilinmagan. Balki Tibetni bir viloyat gumon qilib, bir necha narsani qisqachalar bayon qilgan bo'lsa-mu, lekin Tibetning ahvoliga uyg'un kelmaydi. Shunga Tibet mamlakatining kitoblarda uchirmaydigan tafsilotini bayon qilib o'tmay iloji yo'q. 89-bob. Tibet viloyatining tog' bayovularining tuzilishi hamda tubutlarning rasm qoidalari va din mazhablarining tushuntirma bayoni. Bilmek kerakki, Tibetning zimini so'zinchoq bo'lib, shimol bilan g'arbning orliqini bildiradigan Pekin, Baytdan janub bilan sharq orliqini bildiradigan Bekinaga qarab so'zilib yotgan holatda uzunligi boshdan oygacha 8 oylik yo'ldir. To'g'risiga kenglik musofasi 1 oylikdan ortiq emas. Ammo 10 kunlikdan ozmi emas. Uning beshi Pekin, Bayt tarafi bo'lib, Belarustonga tutashgan. Belarusning ahvollari yuqorida bayon qilib o'tilgan edi. Oyoq tarafi bo'lsa Bekani taraf bo'lib, Xitoyning Kanjafu. Bu ism Farscha 2-nusxada Kanjaqud deyilgan. Degan yurti tavasidagi Xuju. Kanjahu hozirgi Shanxi o'lkasining Xian shahri doirasida muharrirdir. Bu ism Farscha 2-nusxada Juju deyilgan. Degan yurtni tavasidagi Xuju. Xuju hozirgi Gansu o'lkasi doirasida muharrirdir va sonlargacha yetib boradi. Yuqorida Qashqar va Mo'g'uliston tog'lari haqida zikr qilib o'tilganidek, butkul tog'lar Mo'g'uliston tog'larining shoxlaridek yeyilib Qashqarning shimol tarafidan o'tib, Qashqarning janub tarafiga boradi. Farg'ona viloyati bilan Qashqarning orasida mushu tog' fasildir. Qashqar bilan Farg'onaning oraliqidagi tog'lar Olay. Olay hozirgi Tojikistonning sharqiy shimolidagi Olay teg'i bo'lishi mumkin. Muharrirdan deyiladi. Badaxshan Yorkentning g'arb tarafida bo'lib, Yorkent bilan Badaxshanning orasidami oshu tog' bor. Bu tog'ning Yorkent bilan Badaxshan oraliqidagi qismi Pamir. Pamir Markaziy Osiyoning o'rta qismiga joylashgan bo'lib, g'arbiy qismi Tojikistonning tavasida, sharqiy va janubiy qismi Jungu va Afg'onistonning tavasida. Tangritog', Qurumteg'i, Qaraqurum-teg'i va Hindiqush qatorliq 4 tog'ning tutishidan shakllangan cho'ng tog' muharrirdir deyiladi. Pamirning to'g'risida kengligi ba'zi yerlari 8. Bu son Farscha 2-nusxada 7 deyilgan. Kunlik yo'l bo'lib, u yerdan o'tsa Yorkentning ba'zi yiroq tog'laridir. Bu tog'lar Belarusdan tavasiga berib tutishadi. Raskam va Tog'bosh deganga o'xshash joylardan o'tsa Tibet ziminidir. Badaxshan Yorkentning g'arb tarafida bo'lib, yuqorida zikr qilib o'tildi. Kashmir hozirgi Hindiston bilan Pokiston o'rtasida muharrirdir. Yorkentning qish faslidagi kun o'ltirish tarafida
Yarkent bilan Kashmirning oraliqiga joylashgan Tibetning viloyatini Baltistan deb ataldi. Kashmirning shimoli, Ladakning g'arbiga to'g'ri keladi. Muharrirdan deb ataydi. U yerda bir tog' bo'lib, uning to'g'risida kengligi Pamirdan kengroq. Chunki Baltida bu tog'ning kengligi 20 kunlik yo'ldir. Bu tog'ning Yarkent tarafdagi chiqadigan o'rni Sanju davini. Kashmir tarafdagi tushadigan yeri Askardu davinidir. Sanju davini bilan Askardu davinining oraliqi 20 kunlik yo'l. Yana Xotanning qish faslidagi kun o'ltirish tarafida Hindistonning Lahor. Bu ism Mulla Muhammad Niyaz tarjimasining bu qo'lyozmasida O'rsang deb ko'chirilib qolgan. Farscha 2-chi nusxada Tehron nashrida va Toshkent ruscha nashrida Lahor deyilgan. Mazmun e'tibori bilan Lahor bo'lishi kerak edi. Shunga tuzitib ilindi. Sultanpur Biyas daryosi vodisidagi bir shahar, Muharrirdan. Va Bajvara degandek ba'zi shaharlar bor. Orada ashu tog' fasildir. Xotan bilan Hindistonning mazkur shaharlarining orasida Tibet viloyatining Urduq, Guga, Ko'ka, Aspata, Guga tog'lari hozirgi Shizang avtonom rayoni tavasida. Aspata hozirgi Hindiston tavasida, Muharrirdan degan tog'lar bor. Shundoq tasavvur qilish kerakki, bu tog' Xitoygacha yetib boradi. Bu tog'ning kun o'ltirish janub tarafi butunlay Hindistondir. Bihara hozirgi Jarim daryosining so'l qirg'og'iga to'g'ri keldi. Muharrirdan. Lahor va Bengala hozirgi Bengal, Muharrirdan. Qatorliqlarning hammasi mushu tog'ning etigiga joylashgan. Hindistonning hamma daryolari mushu tog'dan chiqadi. Bu daryolarning chiqadigan bosh qismining hammasi Tibet diyorlaridir. Tibetning sharqiy shimol tarafi Yarkent, Xotan, Charchan, Lob, Ketik va Sariq Uyg'urdir. Qolgan qismi qumliq bo'lib, Xitoyning Qamju, ya'ni Ganju, hozirgi Gansu o'lkasidagi Changyi doirasidagi. Sakchu, ya'ni Suju, hozirgi Gansu o'lkasidagi Chiuchan doirasiga to'g'ri keldi. Muharrirdan degan yurtlarga tutishadi. Tibet tog'laridan g'arbiy janub tarafga oqadigan Nilab daryosi, Bihira daryosi, Chinab daryosi, Lahor daryosi, Sultanpur daryosi, Bajvara daryosidan Sindi daryosi hosil bo'ladi. Jumna daryosi bilan Gangi daryosi qatorliq daryolar Tehron nashri bilan Xansuchi nashriga asosan to'liqlandi. Muharrirdan. Bengalaga berib daryoyi muhitga qo'shiladi. Tibet tog'laridan sharqiy shimol tarafga qarab oqadigan Yarkent daryosi, Oqqosh daryosi, Qoraqosh daryosi, Keriya daryosi, Charchan daryosi. Qarim-Muran Xitoyi. Hozirgi Qinxaydan boshlanadigan Huanghe daryosining otilishi. Bu yerda yana Yeshil O'guz deb ataladi. Muharrirdan. Bu daryo yana Yoshil O'guz deb ataldi. Qatorliq daryolarning hammasi Ko'knodir, Xansuchi nashrida Ko'knor deyilgan. Asli Lobnur ko'li deyilsa to'g'ri bo'ladi. Chunki Yarkent daryosi, Oqqosh daryosi, Qoraqosh daryosi ikkisi qo'shilib Xotan daryosini hosil qiladi. Keriya daryosi hozirgi qumliq singib ketadi. Charchan daryosi qatorliq daryolar Lobnur ko'liga qo'yildi. Bu yerda Ko'knodir deyilganda Lobnur ko'li ko'zda tutilgan bo'lsa kerak. Muharrirdan. Ko'knodir bo'lsa mazkur qumliqdagi bir tog'dir. Peqirga ba'zilar u tog'ni 3 oyda aylanib bo'ladi deb naql qilib berdi. Uning oyig'i bir cho'ng daryo bo'lib, uni Qarim-Muran Xitoyi deb ataydi. Bu bayonlardan ma'lum bo'ldiki, Tibet hamma joylardan egiz yerga o'rlashgan. Chunki uning suyi hamma yerga boradi. Har qanday tarafdan Tibetga bormoqchi bo'lsa, egiz davollarga chiqadi, ammo tövanga tushmaydi. Töpüge chiqqandan keyin zemini tuz bo'lib, ba'zi davollarda ozroq tövanga moyilroq tushadigan yerlar bor. Shu sababdan Tibetning havosi sovuq, ko'pincha yerlarda arpa va chamg'urdan o'zga hech qanday ziroat pishmaydi.
Tibetning ko'pincha yerlərdə yilda 2 oy yeşillik bo'ladi. Ba'zi yerlərdə bo'lsa 40 kunlar yoz bo'ladi. U 40 kun ichidimi tun yerimidan keyin iriq suvlari muzlaydi. Tibetning hamma viloyatlarida sovuqning qattiqligi sababidan hech qanday daraxt yoki o't-cho'plar egiz o'smaydi. Tibet xalqi 2 to'pga ayrilgan. Biri o'ltiraqlashqanlar bo'lib, ularni yulpa deb ataydi. Ba'zi qishloq va sahrolarning ajoyib odatlari bor. Bundaq odat hech qanday toifada yo'q. Bundaq odatlardan biri shuki, ular go'sht yoki boshqa har xil g'izolarni xom piti yeydi. Uni pishiradigan odat asli yo'q. Yana biri otlarga bo'g'iz o'rnida go'sht beradi. Hamma yuklarni qo'yga yuklaydi. Har bir qo'y shariat patmanida 12 patman yuk ko'taradi. Ular yukni qo'yga yuklash uchun xurjillarni tayyor qilib, uningga qo'shqun va kamilduruq bekitibdi. Hojat bo'lmasa hech qanday vaqtda yukni qo'yning o'chisidan olmaydi. Yana biri Janpa. Bu ism Tehron nashrida Chanpa deyilgan deb ataladigan sahroliklar bor. Ularning kunlari mundaq o'tadi. Qishda mazkur tog'larning g'arbiy janub tarafidagi Hindistonga boradi. U yerga Xitoy. Bu yerda o'tir tuzanlik ko'zda tutildi. Muharrirdan. Ning mollari tuz, tanakar, farfi, qo'tas, tilla qatorliqlarni ilib berib, u tog'ning etigidagi hindilar bilan savdo qiladi. U yerdan Hindiston mollari va ko'p miqdorda guruch, bug'doy qatorliqlarni ilib, qo'ylarga yuklab, ertaz vaqtgacha ulgurib Tibetga keladi. Ondan yana asta-asta yurib, qish vaqtgacha Xitoyga yetib boradi. Tibet mollaridan Xitoyda lozimliqlarni va Hindiston mollarini u yerda setib, ondan Xitoy mollarini ilib, ertaz pasliga ulgurib Tibetga keladi. Yana qish vaqtgacha Hindistonga berib, Xitoydan ilib kelgan mollarni sotadi. Ondan yana Hindistondan olgan mollarni Xitoyga berib sotadi. Mushu yo'sinda 10 ming qo'yga yuklab savdo qiladi. Bu Janpa qabilasi ko'p xalq, lekin Yulpa qabilasi ulardan ko'p bo'lib, uning Dolpa degan bir tarmoq qabilasiningla 50 ming o'ylikdan ko'proq deyishadi. Bunda qabilalar ko'p. Peqir ularning mo'tivarlardan so'rgan edim. Sonini bilmaydi ekan. Alloh eng yaxshi biladi. Yulpa qabilasi necha viloyatga taralgan. Shu jumladan Baltumu Tibetga tava bo'lib necha viloyatdir. Masalan, Porik, Xapula, Ashigar, Askardu, Ladaqs. Bu ism Tehron nashrida Varqis deyilgan. Rudok qatorliqlar. Bu viloyatlarning har birida nechiligan qal'a va yurtlar bor. Peqir ularni ko'rdim. Peqir Tibet viloyatida uchirganlar yerlarning hammasini shiddat va zo'rlik bilan elib, ularning ko'p qismini jizzi berishga ko'ndirib sulh qildim. Baltadan Askardu g'icha. Bu ism Tehron nashrida Zanskar deyilgan. Mariol, Rudok, Guga, Lu, Buras, Zunki, Minkap, Durust, Roz. Bu ism Tehron nashrida Zirsudgankar deyilgan. Nisan, Ham, Alay, Lutung, Tök, Labuk va sayohatimda ko'rgan eng oxirgi yer bo'lgan Askabrafq qatorliq yerlar bor. Askabrafqdan toki Bengalgacha 20 kunlik yo'ldir. O'rsang hozirgi Shizang avtonom rayonining markaziy Lasaning atilishi Muharrirdan. Qadimidan beri Xitoy va Tibetning qiblagohidir. O'rsangda bir katta butxona bor. Agar uning imorati va ajoyibotlarini anglasa, hech kim ishonmay yolg'on, mubolag'a deb gumon qiladi. Shunga uni yozmadim. Qisqasi bu yer Xitoy va Tibetning ilm va taqvodorlik markazidir. 90-bob. Tibet yurtlarining g'arobatlarining zikri. Peqir ko'rgan Tibet viloyatlarining tuzilishi va odamlarning odatlari shu taqliddiki, uni Peqirning qancha bayon qilg'im kelsimi, lekin yezish nasib bo'lmadi. Ammo o'zim ko'rib bayqagan va dush kelgan bir necha ajoyib narsalarni va o'zim yezishni istagan joylarni ajoyibotlar qatorida yozmoqchiman. Shulardan biri oltin konidir. Janpallar o'rinlashgan ko'plagan yurtlarda oltin koni bor. Shuning ichida 2 kon ajoyibdir. Uning birini Mo'g'ullar 6-Tibet deb ataydi.
Yuqorida tilga ilingan tarmoq qabilalardan Dulpa qabilasi shu yerda ishlaydi. U yerning sovuqining intayin kuchlikligi tufaylidan u yerda bir yilda 40 kundan ortiq ishlagili bo'lmaydi. Төз yerlarda gemilar qizilgan bo'lib, bu gemilar bir-biriga tutashtirilgan. Uning ichida odamlar minib turalaydi. Mundaqcha aytganda, ularning ko'pinchisi bir-biri bilan orlashib turalaydi. 300 uyli kishi doim shu gemilarda turadi va yuriydi, deyishidi. Ba'zi Mo'g'ullarning shu taraflarga yo'li chiqib berib qolsa, odamlarni yiroqdan ko'radi. Ammo yiqilib borsa, u odamlar hammasi gemilarga yurishtirib oldi. Shunga ularni hech kim topolmaydi. U gemilarning ichida qo'yning hech narsa qo'shilmagan sap quyruq meyidan boshqa hech qanday moyonmaydi. Bu gemilardan tuproqni elib kelib suvda chayqaydi. Shundaq deyishidiki, buning rost yolg'onligiga uni rivoyat qilguvchi mas'ul. U qonning bir g'alvir to'pisidan ba'zida 10 misqal oltin chiqadi. Agar bir odam tuproqni o'zi qezib, o'zi chiqarib, o'zi chayqasa, bir kunda 20 g'alvir tuproqni chayqay oladi. Gerçi bununla ishonish qiyin bo'lsa-mu, lekin Tibetda ko'p sonli kishilarning eg'izidan birdakla ashundaq deb angladim. Shunga buni yozdim. Yana bir viloyati Guga bo'lib, uningda 200 ga yaqin qal'a va yurt bor. Uning uzunligi 3 kunlik yo'ldir. Uning hamma yerlarida oltin bor. Tuproqlarni qezilib yer yuziga yaysa oltin chiqadi. U oltinlarning kichiklarimi moshdak, noqutdak bor. Ba'zilari ko'plagan yerlarning qo'yning jigirdek cho'ngliqda oltin chiqadi deydi. Faqir Gugaga jizya qo'yg'ili borgan vaqtimda ularning cho'nglari hikoyat qilib mundaq dedi. Mushu yaqinda bir kishi ziroat terayotgan ekan, uning bo'qursisi bir yerga ilinib qapti. U har qancha hapalashgan bo'lsa-mu, hech ajratolmabdi. Shunga u yerni qo'lgan ekan, bir cho'ng tosh chiqibdi. U toshning o'ttirisi butun oltin bo'lib, bu qarsa shuningga qadilib qolgan ekan. U kishi bu ahvolni berib hokimga xabar qildi. Hokim kelib u toshni sundirgan ekan, ichidan Tibet misqalda 1500 misqal oltin chiqibdi. Tibetning bir misqali bizning shariat o'lchimida 1,5 misqal bo'ladi. Guganning oltinni Xudoy taolo shundoq pokiz va toza qilib yoritibdiki, uni tuproqdan qezib elib tavlab tozlaydigan bo'lsa, bir misqalmi kemaymaydi. Bu hayron qolarlik bir ajoyib bo'lib, oltin kumushning soplik darajasini bilguvchilarmi bundoq ajoyib ahvolni olamning buningdan boshqa hech qanday yeridan ko'rsatib berolmaydi. Tibetning ko'pincha viloyatlarida Xitoy mollari bilan Hindiston mollarini tangla uchratqili bo'ladi. Tibetning ajoyibotlaridan yana biri dam tutilish kesili bo'lib, Mo'g'ullar uni istaydi. Bu xil ahvol Tibetning hamma viloyatlarida bor. Ammo qal'a va qishloqlarda kamroq ko'rildi. Bundaq ahvolga duch kelgan kishi intayin beorom bo'ldi. Hamisha nafsi shu qadar siqiladi. Beli xuddi eg'ir yukni ko'tarib egiz taqqa uzoq vaqt yugurib chiqqandek qizib ko'ydi. Belning bunda qizib ko'yishi tufaylidan uxlashmi oson bo'lmaydi. Uyqu besib ko'z yumulish bilanla nafas siqilib, ko'krak va bel qizib andikib uyg'onadi. Bundaq chaqda hamma odamga har doim ashundaq ahvol yuzlandi. Bu xil ahvol kuchayganda xudini yo'qotib qolayimgan so'zligida turdi. Ba'zida hatto so'zligidekmi majoli qolmaydi. Yuzlari, qo'llari va oyoqlari esilib g'alati bo'lib qoladi. Ashu holatda yetib tong payti yoki choshka vaqtida o'lib ketadi. Ba'zilar ashundaq holatda necha kungacha yetib ajali yetmagan bo'lsa, biror qal'a yoki qishloqqa va yoki atrofi qo'rshalgan yerga elib berilsa, hayot qilishi mumkin. Undaq bo'lmaganda shaksiz o'lib ketadi. Bundaq ahvol Tubut Tibetliklar muharrirdan bo'lmaganlarda ko'rildi. Tubutlarda bundaq ahvol ko'rilganligi ma'lum emas. Ularning tibiblarmi Tubut emaslarda ko'rilgan bu kasalning sababini bilmaydi. Bu og'riqni qanday davolashni hech kishi bilmaydi. Havo sovigan sari bu xil kasal ko'payishga boshlaydi. Bu beyit ashu xil ahvolga muvofiq keladi. Beyit: Hajru vasli tu sumu mastu sarabas anja. Nazid hech kasi abu havai ejabast. Vaslin bilan hijroning go'ya up bilan olg'un barmusun yaqin hech kim bundaq g'alati joyga.
Bu xil og'riq yolg'iz odamlarga xos bo'lmasdan yana barliq jonliqlarga, shu jumladan otlarga ofatini soldi ekan. Bu haqda tövəndə təfsiliyyərək toxtalımız. Zörür bolğanlıqdan Peqir Gugu'da bir gün ildamraq gördüm. Keçisi bir yerге berib düşdük. Әсі qopub qarasaq, leşkerlər içidəki otlarının azıyıb qalğanlığı məlum boldu. Eniqlasaq, bir keçidila 2000'dan köprək. Bu san Molla Muhammed Niyaz tərcüməsinin bu qolyazmasında və Parisçe 2. nüsxasında və Tehran nəşrində yuqorqada kesilgan. Toshkent Ruscha nashrida 1000'dan ko'proq deyilgan. Ot o'libdi. Pekinning 24 maxsus etim bor edi. U otlar saltang yetilib yuriladi. Uningdan 21 o'libdi. Bu is kesili otlarga bekrak ta'sir qildi ekan. Bu is og'riqi Tibetdan boshqa yerda bor ekanligi ma'lum emas. Bu kasalning sababini bilgili bo'lmaydi. 91-bob. Tibet xalqining mazhab va e'tiqodining bayoni. Bilmek gerek ki Tibet halkı ölümallarını birdek lama deydi. Lekin her qaysi ölümallarının ilimlerinin bir-biriga o'xshamaydiganligini nazarda tutup her qaysini başka ad bilan ataydı. Bizde imam, mujtahid deyilganidek ulardımı Tonkava, Kijuva deyiladi. Peqir ularning olimlari bilan orada tilchi, tarjimon qo'yib ko'p so'zlashdim. Söz nazik ve inçki yerge yetip gelgende tilchi aciz geldi. Şu sebepten biz mi aciz bulduk. Söz tügmeyi çalı kaldı. Ama bu söhbet arkalık ularının itiqadlarından tüvendekiler məlum boldu. Ular mundaq deydi. Pak ve yüksek Tanrı zavalsız ezelde dəsləbki məxluqatlarını ve ruhlarını abirəti qilish vaqtida her bir ruhqa özünün pak ve yüksek dərgahıga vasıl bolışının yolunu, dozaqdan nicatlıq tepib beyişke kirishning yo'lini eg'izsiz, tilsiz, to'liq va bevosita tushuntirgan. Arvohlarni vaqt taqozosi bilan orqa-orqadan tuproqqa aralashtirgan va ularga yuqorga o'sadigan kuch-quvvat bergan. Tuproqning o'simliklarga quvvat bo'lishi shu sababdandir. Ruh yuksaklikdan tuvanga qarab tushgandan keyin uningda poklik, yorqinlik tugab, behudlik, unutqoqlikqa giribdor bo'lgan. Neçə müddətlər ötgəndən keyin ruh tuproqqa aralashib turishdan taraqqiy qilib tövan darajadagi jasadlardan birasiga o'tadi. Uning o'tgan bu o'rni gerçi tövan martabadagi o'rin bo'lsa-mu, lekin tuproqqa aralashib turganga selishtirganda taraqqiy qilganlik. Chunki u ruh shu jasadda imkoniyatning boricha taraqqiy qilishga harakat qiladi. Agar uning harakati u badanda yuqori chekka yetib tamomlansa, u jasaddan yaxshiroq va oliyroq jasadga kiradi. Agar u jasaddagi harakatida kamchilik sodir bo'lgan bo'lsa, u jasaddan tuvarak va ojizroq jasadga kiradi. Agar u jasadda yomonlik qilgan bo'lsa, yana tuproqqa aralashtiruvchisidir va necha muddatgacha tashlandiq bo'lib turg'usidir. Ruh ana shundaq jasaddan jasadga o'tib taraqqiy qilish orqali oxiri inson jasadining martabasiga yetkazadi. İnsanlıq mərtəbəsində imkaniyyətinin baricha yaxşı işlərni qılsa, onun özünün ötən əhvallarına qarta bilish və sezim hasıl boludu. Yani özünün hər bir cəsəddə qaysı işini qilish bilan taraqqiyotga erishganligi və qaysı yomon ishni qilish bilan chekinganligini biladi. Bundaq bilish və sezish avliyoliq mərtəbəsiga yetganlikdir. Ruh bu mərtəbədə nurg'un riyozatlarni chekib, tirishchanlik ko'rsatish orqali yana bir martabaga yetadiki, uning azaldagi, ya'ni dastlab operada qilingan chog'dagi ahvollar esiga tushadi. Shu chog'da yuksak va muqaddas Tangridan bevosita, tilsiz va eg'izsiz anglaganlarning hammasi yodga keldi. Bu payg'ambarlik martabasidir. Bundaq zotga o'lim yo'qdir. Mangulik hayot nasib bo'lg'usidir. Uning jismoniy quvvati yo'qolmasa, teni berhayat turg'usidir. Qachonki jismoniy quvvati yo'qolsa, teni o'ladi. Ammo pok ruhiy qoladi. Har qanday kishida shu darajada ruhiy quvvat bo'lsa, uni ko'ralaydi. Undaq bo'lmaganda tashqi ko'z, ya'ni jismoniy ko'z bilan uni ko'rgil bo'lmaydi. Ularning din va millati ana shundaq edi. Bu Shakyamunining diniy aqidasi bo'lib, butkul Xitoy mushu dinda. Xitoy xalqi uni Shakyamuni, Sakyamuni deb atıldı.
Budda dinini barpo qilguvchi milodidan ilgirki 5-asrda yashagan Hindistonning shimolidagi Saka urug'idan, Muharrirdan deydi. Tibet xalqi Shaka Tuba. Shaka Tuba, Tuba Tubutcha, Saka deganlik bo'lib, kuchlik, qudratlik degan ma'noda, Muharrirdan. Ve Shaka Muni deb ataydi. Tarix kitaplarida Shaka Muni deb yozilgan. Bazı tarix kitaplarida Shaka Muni'ni Hindilarning payg'ambarlaridan biri deb hisoblagan. Ba'zilarning nazarida uni tevib bihvara, vikim deb qaragan. Ularning aqidalari shuki, kishi din va mazhabni qabul qilish bilan beyishga kirmaydi, balki ish amallari bilan kiradi. Yaxshi ish amallarni qilsa beyishga kiradi. Yomon ishlarni qilsa do'zaxga kiradi. Musulmonmi, kofirmi ashundoq bo'ladi deb qaraydi. Ular Hazreti Peygamber Allah onunğa dua ve salam evetkiga mundaq qaraydi. Hamma odamzodning Muhammed alayhissalomning diniga kirishning farz ekanligiga qoyil emas. Ular mundaq deydi. Shakamuni, mendan keyin 124 ming payg'ambar keladi. Hammasining oxirida Jana Kasapa. Jana Kasapa rivoyatdagi Sakyamunining oldidagi avliyolarning biri ekan, Muharrirdan. Otliq bir payg'ambar keladi. U ota-onasidan yetim qoladi. Butkul olamni uning muborak dini to'liq oladi. Qachonki u payg'ambar dunyoga kelsa, butkul xaloyiqning uningga itoat qilishi farz bo'ladi. Saodatman ummatlar uningga iymon keltirishni kechiktirmaydi. Men o'z ummatlarimga shundoq vasiyat qilamanki, mening bu vasiyatimni toki shu sharafli payg'ambar paydo bo'lgan zamongacha avloddan avlodga bir-biriga yetkazsin. U payg'ambarning suratlari mundaq tarzda va mundaq sifatda bo'ladi. Agar ashundaq suratli payg'ambar paydo bo'lsa, mening ummatlarim uningga hamma xaloyiqdan ilgari iymon keltirsin deb vasiyat qilgan. Mushu zamonda hamma butxonlarda cho'ng bir butni eng yuqoriga o'ltirg'izib, hamma butlarni uningga qatib o'ltirg'izibdi. Uni Jana Kasvapaning surati deydi ekan. Jana Kasapaning suratini shundoq taqlidda ta'riflashidiki, uning ko'pinchisi Hazreti Payg'ambar alayhissalomga to'g'ri keldi. Peyğir ularga Shaka Munining ta'rifligini va sizlarni iymon keltirishga vasiyat qilgani dal bizning payg'ambarimiz, Allah onunğa dua ve salam evetkeydir dedim. Ular Shaka Muni mendan keyin 124 ming payg'ambar keldi deb aytgan. Bu 124 ming payg'ambardan oz qismi paydo bo'ldi. Ko'pinchisi tex paydo bo'lmadi deydi. Peyğir ko'p tushuntirib 124 ming payg'ambar to'liq paydo bo'lib, oxiratga safar qilib bo'ldi. Oxirgi payg'ambarmi paydo bo'ldi deb kuchab aytgan bo'lsa-mu, ular ishonmadi. Shu sababdan adashgan yo'lidan chiqolmay qoldi. Bir ahvol shuki, Zunki Tibetning eng e'tiborli viloyatlaridan bo'lib, u viloyatdan Farfi chiqdi. Peyğir u yerda Xitoy podshohining xitoycha xat bilan yozilgan yorliqini ko'rdim. Yana bir burchakka u mazmunni Tibet xati bilan tutibdi. Yana bir burchakida uni farscha tilga tarjima qilib, nasix nusxasidagi xushxat bilan pokiz qilib tutibdi. Uning mazmuni mundaq. Hazreti Podshoh hamma xaloyiqqa yaxshilik avatish bilan shuni aytdiki, Shaka Munining butparastlik mazhabini paydo qilganiga 3000 yildan eshibdi. U har qanday kishining fahmi yetmaydigan inchki so'zlarni so'zlabdi deb bitibdi. Mening esimda qolgani mushu yergacha ekan. Yana butxonning qurilishi, yasalishi va tartib-tiz nizomlari haqida ko'p so'zlar bor ekan. Uni asdan chiqarib qo'yibdiman. Demek Shaka Munining tarixi 3000 yildan ko'proq deyilibdi. U yorliqda tarix yozilgan bo'lsa-mu, u yozilgani hijriya tarixi emas. Shunga u tarix bilan bizdagi tarix yaqin kelmaydi. Ammo u xatning nusxasi va koniliqidan ma'lum bo'ldiki, u yorliqnoma yozilganiga 100 yildan oshmagan bo'lsa kerak. Allah eng yaxshi bilguchidir. Peyğir Zunkiga tarixning hijriya 940-yili Rabiul Avval Hicriye 940 yılı Rabiul Avval ayı, miladiye 1533 yılı 10. ay 11. aylarının arasıga to'g'ri keldi. Eyda bargan edim. Yana bir ahvol shuki, Qo'taz intayin hayvatlik ve bekmi xatarlik yovvoyi hayvondir. Chunki u odamga yetishib olsa, nimalik qilsa odam halok bo'ladi.
Mayli u ussun yoki tapsun, odam salomat qolmaydi. Agar buningga fursat topolmasa, tili bilan odamni ilib havoga otadi. Odam 20 gaz egizga o'rlab, ondan yerga tushadi-da, tirik qolmaydi. Bir qotazning go'shi 12 otga yuk bo'ladi. Bir put go'shni bir odam hech qanday qilib ko'tarilmaydi. Peqir bir vaqtda bir qotazni o'ltirgan edim. Uni 70 kishiga taqsim qilgan edik. Har bir kishiga 4 kunlik ozuq bo'lg'idek go'sht tegdi. Bu jonivor boshqa yerda uchirmaydi. Tibetning boshqa ahvollari Tibetga lashkar tartqanlik haqidagi bayonda zikr qilingusi. 92-bob. Xonning Tibetga lashkar tartqanligining bayoni. Xon tavba qilish sharbiga erishgandan keyin o'zi urush ishlarini ado qilishni hamisha orzu qiladi. Bu ishning tashnoligi va ishtiyoqi tufaylidan har yili urush qilishga lashkar avatadi. Lekin u urushni o'zi ado qilmag'achqa ko'ngli taskin topmaydi. Oxir tarixning Hijriya 938-yili Zulhijja oyida, Hijriya 938-yili Zulhijja oyi milodiya 1532-yili 7-oyga to'g'ri keladi. Xon Tibetga yurish qildi. Yuqorida Tibetning ahvoli haqidagi bayonda eskartib o'tilganidek, Tibetning shimoliy chegarasi Balti viloyati bo'lib, uning oxiri Belur va Badaxshonga tutishadi. Uning qish faslidagi kun chiqish tarafida Yarkand viloyati, g'arb tarafida Kashmir o'rnashgan. Xon Iskandar sultonni manga qo'shib Tibetga yurishga buyurdi. O'zi Xotan yo'li bilan Dulpa deb atalgan 6-Tibetga qarab yuzlandi. 93-bob. Bu kitob muallifning Tibetga kelganligi va shu kunlarda yuz bergan voqealarning bayoni. Peqir shu yili Zulhijja oyining oxirida, Hijriya 938-yili Zulhijja oyining oxiri milodiya 1532-yili 8-oyning 2-kuniga to'g'ri keldi. Yurishni boshladim. Safar oyining 5-ida. Hijriya 939-yili Safar oyining 5-i milodiya 1532-yili 9-oyning 2-kuniga to'g'ri keldi. Tibetning e'tiboriga sazovor viloyatlardan bo'lgan nubratga yetib bordi. Uningga tava bo'lgan hamma yerlarga kishi avatib islomga da'vat qilib, umumiy chaqir qildik. Bet. Salayi davai am oldi dini Ahmadga. Xo'sh ol kishiki anga kelsa, nisbatan olsa. Ularning ko'pinchisi itoatga bo'ysundi. Nubraning sibohlari bo'yin tovliq qilib qarshilashdi. Har qaysi o'zining sepil va qal'alari ichiga bekindi. Ularning hammasining cho'ngi Burqapa degan kofir edi. U shu viloyatning bosh qal'asi bo'lgan Hundara qal'asiga bekindi. Peqir shu Hundara qal'asini muasir qildim. Necha kungacha qal'ani qo'rshash asboblarini tayyor qildirdim. Peqir qal'ani elishga yuzlangan kuni lashkar qo'llarining kuchli panjisi ularga shikasta yetkazdi. Ular qal'ani tashlab parakanda va talon-taroj bo'ldi. Har bir lashkar imkoniyatning barcha butun kuchi bilan qo'g'lab tirishchilik ko'rsatganlikdan u ozg'in qavmdan hech biri qutulib qola olmadi. Burqapani butkul sipohlari bilan qo'shib qatliam qilib ularning boshlarini oldi. Bu siyosatning hayvisi bilan u ta'virlik ichidagilarning demiqidan o'rlagan dud osmonga yetdi. Ularning hech qaysida qarshilashqudek va boshtonlik qilgudek majol qolmadi. Butkul Nubra viloyatini ishg'ol qilib, qal'alarga lashkar elib kirib, o'rlashtirib to'liq qo'lga kirgizdik. Uningdan keyin Mariyul viloyatiga tushdik. Mariyulning 2 hokimi bor ekan. Uning biri Latajo'dan, yana biri Tashikun ekan. Bu hokim xizmatimizga keldi. Bu kunlar quyosh mezon. Mezon birinchi o'lcham taroza, ikkinchi osmonda qator joylashgan 3 yulduzning ismi. Qadimki astronomiya tushunchasi bo'yicha ko'kdagi 12 burjning 7-chisi bo'lib 9-oylarga to'g'ri keladi. Yulduzning burji. Burj yer sharining ekvator siziqiga parallel kelgan osmon bo'shlig'idagi ekliptika siziqini bo'ylab joylashgan 12 turkum yulduzlar to'pi va uning o'rni ga kirgan vaqt edi. Mezon faslida butkul Tibet viloyatlarida shundoq sovuq bo'ludiki, boshqa viloyatlarning qishi uning bilan selishtirganda go'yoki tomuzdir. Shunga hamroh bo'lib borgan amirlar bilan qishlaydigan yerning masliyatini org'a soldik.
qishlashqa qaysi viloyat muvofiq deb to'la tahqiqlab surishtirdik. Tibet tavasi ichida hech muvofiq yerdan nom nishon bo'lmadi. Shunda qilib oxirgi fikr Kashmirga berishga qaror topdi. Bu qishda Kashmirga borayli, agar Kashmirni ishg'ol qilib qolsak, texi yaxshi. Bo'lmagandimi bu qishni Kashmirda o'tkazib, atiyazda Tibetga yenib kelamiz deb kengishib Kashmirga berishni qaror qildik. Mari yo'ldan shu tavadagi Tibet lashkarlarini ilib, o'z lashkarlarimizga qo'shib Kashmirga yuzlangan edik. Shu asnoda xonning mo'tivar yasovlaridan Abdal Quli yasovul yetib kelib, xonmi bu tarafga yurish qilgan edi. Bu yo'lga xos bo'lgan is kesili xonning sharaflik mizojiga ta'sir qildi. Xon sizlar bilan ko'rishishga to'ldi intizordir deb xabar yetkazdi. Peqir bu xabarni anglagan hamon lashkarni ashu manzilda qoldirib qo'yib, o'zim xonning istiqboliga berib, didorlashish sharafiga erishdim. 94-bob. Xonning Tibetga kelganligi va Peqirning Kashmirga berishiga ruxsat berib, o'zi Baltiga yuzlanganligining bayoni. Xon o'zi Xotan yo'li bilan Do'lpaga qarab yurish qilib, Peqirni Balti tarafi bilan mangdirganligi yuqorida eskartib o'tilgan edi. Xon bir oylik yo'lni Xotan tog'larida va yayloqlarda o'tkazibdi. Sumbula Başaq oyning nomi. Faslining avvali bo'lib qopti. Shunga u tavadagi xaloyiq arz qilib, "Ey oliy martabali xon, endi maqsadga qadam qo'ydigan fursat qolmadi. Chunki bu yo'lni besib o'tishga yurish qildigan vaqt o'tdi. Bu kunlarda hamma suvlar muzlaydi. Shu darajada muzlab ketadiki, mutlaq suv topqil bo'lmaydi. O'tinmi yo'q. Osh tamoq etish va muz eritib ot uloqlarni sug'urishga zarur ehtiyojni qamdiqidek qo'tas tezga tepish uchun hisobsiz ko'p izlanishga va tirishchilik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Buningdan burunmi bir necha navbat bu yo'lda lashkarlar ot uloqlaridan ayrilib piyoda qolgan edi, dedi. Bu yo'lga kirishga bo'lmaydiganligi xonning ko'ngliga o'rnashdi. Shunga xon niyatni bekor qilish katta savobdan mahrum bo'lishga sabab bo'lg'usidir. Agar bu yo'l mushkul va xatarlik bo'lsa, Mirza Haydar borgan yo'l bilan borayli va urushning muhim ishlarini oxiriga chiqarayli deb Xotandan qaytib Peqirga kelgan yo'l bilan yurish qildi. Ammo bu yo'lda kelguncha xonning sharaflik mizojiga is kesili yuzlanibdi. Mizoji müddətlikni yo'qotib, shu darajaga yetib beribdiki, kun-kunlab behush va sezimni yo'qotgan holatga tushib qoldi. Hayotdan oxirgi tiniqlar qolgandek bo'lib qoldi. Tabiblar nafaslantirguchi va har xil dorilarni ishlatibdi. Unumli dorilar ta'sir qilgan sari xon esini yig'di ekan. Shuningdan keyin qaytadan esini yo'qdi ekan. Esini yiqqan ashundaq vaqtlarda amirlar va davlat erkaklariga farmon qilib, garchi mizojimning quvvati urushni ado qilishga vafo qilmagan bo'lsa-mu, lekin maqsad va niyatlarimizga nuqson yetmasin. Garchi do'stlar suhbatidan yiroqda bo'lsam-mu, lekin mustahkam irodalik jamoatga qo'shilayli, niyatimizni amaldan qoldirmay, mushu yo'lda o'layli. Tenimdan jon iznasi va badanda tiniq asiri bo'lsa-la, meni albatta urush maydoni tarafga ilib yuringlar. Qachonki jinim qo'shi, badanim qapsidan uchib ketsa, u chaqda ixtiyor sizlarda bo'lsin deydi ekan va shu holatda Peqirni so'raydi ekan. Hayajonlangan va afsuslangan holda mushu topda barakatlik va yuksak Tangridan tilaydiganim shuki, uning bilan ko'rishib olguncha jonni menga omonat berib turgan bo'lsa, buningdan boshqa orzuyim yo'q edi deb ko'ngli buzilgan holda mushu ma'nidagi she'rlarni aytgan. Bu beyit ashulardandir. Beyit. Zi canım yekremih mendes revişi arzu derim. Zi mihri qatli men on namusulmun deyir miyadan. Jinimden bir tını qaldı. Yana arzu yolun tuttum. Meni mihride öldürgen namusulman yarni keltir. Xon ashu kunlarda hushiga kelsila hamon ashundaq ma'nidagi she'rlarni takror aytadigan. Ajoyib ahvol shuki, xon shuncha ig'ir va shiddatli ahvolda bo'lsa-mu, hech bir yerda to'xtamabdi. Chunki hayal bo'libla qolsa, sovuqning shiddati, havoning yomonligi, suv va yem-xashak, o't-cho'plarning kamligi tufaylidan ularga xatar yetadi. Va bu hol bo'lish
xonning kesilining ig'irlashiga sabab bo'ladi. Bundaq kasalni davolashning amali shuki, har qanday qilib dam siqilish orzuroq bo'ladigan yerga yetib olsa, har holda dam tutilish og'riqi pasayadi-da, xon hushiga keladi. Xon ashundaq joyga ilib kelinib, hushiga kelgan ekan. Shu kuni Paqir xonning huzuriga yetib bordi. O'zaro qo'l elishib quchoqlashgandan keyin xon yumshoq ko'ngillik bilan: "Do'stlarim va farzandlarim ichidan hech biri yodimga yetmadi. Faqat seni ko'rish orzusidala ko'nglim birdanmi orom topmagan edi. Xudoga shukri, seni ko'rdim. Hech orzuyim qolmadi" deb bu beytni o'qidi. Beyt: "Payga ajal yetsa agar min ladayhi, inna lillahi va inna alayhi. Ajal xabari yetsimi gar rozidurmiz, biz Tangriga tava shu yon borurmiz." Shu kundan boshlab xonning mizojiga kundan kunga saqliq va tabiatiga quvvat yuzinishga boshladi. Toki nöbiraga yetib borguncha to'liq sog'lom holatdagi sharofatlik mizoj paydo bo'ldi. Shunga baxtiyorlik oyoqlarini saodat uzangisiga qo'yib nöbiraga otliq kirdi. Shuningdan keyin barliq amirlar yig'ilib kengash qildi. Har kim o'zi muvofiq topgan so'zni maslahat maydonida ochiq oshkora bayon qildi. Paqir xonga mundaq ma'lum qildim: "Ey oliy shonu shavkatlik Sulaymon Subatxon, talay qitim tekshirib aniqlab ko'rdik. Tibet tavasida 1000 kishidan ortiq kishi qishlayolg'udek yer yo'q ekan. 1000 kishiga Tibet xalqining bo'yintovliq qilib qarshilashishi notayin. Buncha ko'p lashkarga qishloq qilishga Kashmirdan boshqa joydan nishon ma'lum bo'lmadi. Ammo Kashmirning yo'lida tog'-davollar ko'p. Uningdan o'tishga xonning sharaflik mizojining quvvati yor bermaydi. Agar oliy martabalik xonning sharaflik ro'yiga muvofiq kelsa, 3000 odam bilan birga omon esenlik va baxtiyorlik tizginini Balti tarafga qartib tarsa, muvofiq bo'lganda qiladi. Chunki Baltiga borguncha davon va is borligi ma'lum emas. Pekinni qolgan lashkar bilan Kashmirga yurishga yorliq qilsangiz, bahor fasli yetib kelganda har qanday maslahat bo'lsa, oldi bilan bajo keltiraman." Xon Pekinning bu fikrimni muvofiq ko'rib, mushu maslahatni qabul qilishni qaror qildi. Chunki Tibetda ko'p lashkar sig'adigan yerning yo'qligi ma'lum bo'lgan edi. Pekir 5000 kishidan 3000 kishi xonning xizmatida bo'lsa, Pekir 2000 kishi bilan borsam deb arz qilgan edi. Ammo xon 1000 kishini o'zi bilan elib qilib Baltiga yuzlandi. 4000 kishini mang qo'shib Kashmirga mangdirdi. Qashqar yasalining bayonida nomi zikr qilinadigan Amir Doim Alini, Baba Sariq Mirzini va boshqa bir qancha mo'tvar xos amirlarni Pekirga qo'shib berdi. 95-bob. Xonning Baltiga borganligi va u yerda duch kelgan voqealarning bayoni. Bilmek kerakki, xon Tibetga kelib tarixning hijriyat 938-yili Mizon faslining oxirida. Hijriyat 938-yili Mizon faslining oxiri milodiya 1532-yili 9-10 oylarga to'g'ri keladi. Baltiga yetib keldi. Baltining sardorlaridan Bakram Ju itoat qalqisini bo'yniga silib, xonning taxtining oyoqlarini suyish sharafiga muyassar bo'ldi. Baltining qolgan jo'llari dushmanlarning odati bo'yicha qarshilik va to'plan qo'zg'adi. Bakram Juning maslahati bo'yicha Baltining markazi bo'lgan Shigar qal'asini ishg'ol qildi. U qal'aning ichidagi hamma erlar saodatmand lashkarlarning qon ish kuchi shamsharlariga yem bo'ldi. Ayollar va bolalar g'olib askarlarga o'lja va g'animat bo'ldi. Shuningdan keyin tog'liqlardagi har bir viloyatmi qolmay yurish bilan ishg'ol qilindi. Hadislarning qo'llari yetishga qisqa kelgan qal'alarmi xonning g'olib lashkarlarining otlarining oyg'ida paymal bo'ldi. Bu yil qor ko'p yoqqanligi uchun yo'llar to'silib Kashmirdan xonga hech so'z anglanmadi. Lekin dushmanlar o'zlarining manfaatlari uchun xilma-xil yolg'on va shum xabarlarni keltirishibdi. Shu sababdan xon va barliq islom lashkarlari g'amkin bo'ldi. Shu qishning oxirida Pekir Kashmirdan avatgan xabarchi g'alaba xabarini yetkazgandan keyin ondan ularning g'amlari shodlik va xushallikqa almashibdi. Xon boshliq hamma amirlar va lashkarlar eng ulug' va dono podshoh bo'lgan Hazrati Tangrining dargohiga tashakkurlar aytib, jimi hamdu sana bizdan qayg'uni
ketkizayotgan Allohga mansubdir. Qur'on Karim 35-sura Qadir 34-oyatning oldingi yerimi degan oyatni takrorlashga mashg'ul bo'libdi. Shu bahor faslida xon baltadan yenibdi. O'z vaqtida Peqir nöbrani ishg'ol qilib, igidorchiligimizga kirgizib, xonga topshirib berib Kashmirga mangan edim. Xon nöbrani Qanbar Kokuldash, uning nomi Qashqar Yosilning bayonida zikr qilingan edi. Topshirib bergan ekan. Ammo Qanbar Kokuldash intayin bo'shan, tadbirsiz va muomalada qo'pol bo'lg'achqa u viloyatni shuncha xarob qilibdiki, butkul xaloyiq bo'linib qarshilik ko'rsatib, har qaysi mustahkam yerlarga bekinibdi. Shu sababdan xon Nubrada turishni muvofiq ko'rmay, Maru yo'lga kelibdi. Ta shu kun xonga mulozimat qilishni keyniga surib, parvosizlik va adabsizlik qilg'achqa, xon uning qal'asini elib, qatliam qilib, u qal'aga kirib o'ldirgan ekan. Peqir Kashmirdan yetib keldim. Bu ish pat fursatda zikr qilingusi. 96-bob. Bu kitobning muallifi Mirza Haydarning Kashmirga borganligi va buningga aloqador voqealarning bayoni. Vaqtiki Peqir Nubra amirlari bilan xon bizga qo'shib bergan lashkarni elib, Maryolga kelib, o'z lashkarimga qo'shildim. Ondan Kashmir tarafga tezlikda yurish qildik. Yo'l bo'yidagi Tibet yurtlarining sardorlari hammasi bizga tava bo'lib, lashkarlarni qo'shib berdi. Balti xalqining ba'zilari boshchi bo'lib, yo'l boshlab mingyotdi. Tarixning Hijriya 939-yili Aqrab faslining o'tirsida Jumadil oxir iyining 5-kunida Hijriya 939-yili Aqrab faslining o'tirsi Jumadil oxir iyining 5-kuni milodiya 1533-yili 1-oyning 2-kuniga to'g'ri keldi. Bu vaqt Parischa 2-nusxada va Toshkent ruscha nashrda Jumadil oxirda deyilgan. 5-kuni yozilmagan. Bundaq bo'lganda bu vaqt milodiya 1532-yili 12-oyning 29-kunidan 1533-yili 1-oyning 26-kunigacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Kashmirning Zuji degan jilg'isiga yetib keldik. Ammo buningdan burunroq Kashmir sardorlari bizning Kashmirga yuzlanganligimizni anglab, ular degan yerdagi tor o'tganni to'sgan ekan. Biz Zuji jilg'isini o'tgandan keyin butkul lashkar ichidan urush ko'rgan, qo'lidan ish keladigan botirlarni tanlab 400 kishini qarovul qo'shin qilib mangdirdik. Bularga Tuman Bahodir Qaluvchini sardor qilib tayinladim. Bular tor o'tkalga yetib beribdi. Kashmir lashkarlar o'tkalining ichida ekan. O'tkalning bu beshidan bir muncha kishini qarovullikqa qo'ygan ekan. Ular subi vaqtida yetib berib, qarovullikda turayotgan kishilarga o'zlarini uribdi. U xaloyiq qechibdi. Ammo ular omon bermasdan orqasidan qo'g'lab minibdi. Bu Kashmir lashkarlari qarovullarning qechib kelayotganligini ko'rib, ahvolni so'rab bo'lguncha 400 bahodir yetib beribdi-da, Kashmir lashkarlari yo'lni to'sishga fursat topolmay qechibdi. Shu ahvol asnosida Peqir yetib oldim. Shunda qilib ular o'tkilning tor va mushkul yeridan hamma lashkarlar osonla o'tib ketdik. Yana yurib orada bir qo'nib, adisi Kashmir shahriga kirdik. Söz bu yerga yetdi. Asli hikoyatning ro'shan va ochiq bo'lishi uchun Kashmir shahrining ahvoli, rasm qoidalari va hokim sultonlarini bayon qilib o'tishni loyiq ko'rdim.